Xullas, men sizga yordam bermoqchiman. Ayolingizni davolasa bo'ladi. Ungacha shu dorilarni berib tursangiz yaxshi bo'lardi. Kun bo'yi shu bo'yicha izlandim. Men albatta ayolingizni tuzatish yo'lini topaman. Mana. Rahmat. Ketdikmi? Baribir bularning foydasi yo'q unga. O'zim bilaman unga nima yaxshi, nima yomonligini. Sabi? Sabina? Sabina, men keldim. Qayerdasan? Sabina? 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 Allah, assalomu alaykum oyi. Sabina sizlarnikiga bormadimi? Yo'q, bo'ldi, rahmat oyi. Uyda bo'lsa kerak balki. Xo'p. Xullas, uyga kirsam yo'q. İzlamagan joyim qolmadi. Mabodo sizlar ko'rmadinglarmi? Yo'q, biz ko'rmadik. Mana, tashladim. Ha, mayli. Rahmat. Bo'pti. Shu yerdan o'tmadimi, ko'rmadingizmi? Yo'q, endi bu yerdan ko'p odam o'tadi. Ko'rmadim. Alo. Nima? Tushunarli, rahmat. Sardarjon bolam, to'g'ri tushuning. Endi sizga Sabina xotirlik qila olmaydi. Mana oradan necha yil o'tdi. To'g'ri tushuning. Siz hali yoshsiz. O'yingiz ham to'g'ri aytayapti. Men u bilan juda ham yaxshi yashayapman. Umuman nolimayman. Iltimos, Sabinani olib ketishimga to'sqinlik qilmang. Sabina endi siz bilan bir oila bo'lib yasha olmaydi. Bizni boshqa bezovta qilmang. Menga hech narsani qizig'i yo'q. Hoy! To'xtang. To'xtang Sardorjon. Sabina. Senga nima bo'ldi? Bo'ldi, qolmaysan. O'zim olib ketaman. Gul, sekin. Siz qachongacha uni ko'tarib boqmoqchisiz? O'lgunimcha. Sekin, kir. O'zimiz uyimiz taniyapsan? Tinchlikmi? Topilganidan xursandman.
Agar ruxsat bersangiz, xotiningiz bilan gaplashib ko'rsam degandim. Bu nimaga kerak? Psixologik holatini tekshirib ko'rmoqchi edim. Tushuning, men uni qancha doktorlarga, professorlarga ko'rsatib ko'rganman, foydasi yo'q. Siz bilan gaplashib ham bitta foyda topishiga ko'zim yetmaydi. Demak, umidim uzganman deng. Nima, siz xotiningizni o'limini kutib yashayapsizmi? Yoki qachondir o'zini o'zi o'ldirishini kutyapsizmi? Bu xavfli kasallik. Buni nomi travmatik miya shikastlanishi deyiladi. Iltimos, haddingizni biling. Siz egoist bo'lib qolibsiz. Men sizga inson sifatida yordam bermoqchi edim. Balki siz bilan meni tanishuvim bekorga emasdir. Iltimos, menga ishoning. Men ustozim bilan gaplashdim. Operatsiya qilib tuzatsa bo'lar ekan. Faqat ishoning. Dadajon, bu operatsiya bilan uni hayotga qaytarishimiz mumkin ekan. Iltimos sizdan shu odamga yordam qilaylik. Qizim. Nima qilayotganingni tushun axir. O'zing aytyapsan. Bu operatsiya 50 ga 50 deb. Bu ayol bu operatsiyadan chiqmasa-chi? Dadajon. Bo'pti. Men roziman. Qancha pul ketishini menga ayt. Yur. Lekin men seni ogohlantirdim, a? Ketdik. Yur. Xo'p. Rahmat sizga.